O'zbeklar kamdan kam telefon qilardi, kamdan kam internetdan zakaz qilardi. Chunki u paytda rivojlanmagan. Ha, 2014-2015 aytyapman-da. Hozir qanaqa bo'lib ketdi hozir? Qanaqa internet do'konlar paydo bo'ldi, market. Ustalar bilishi mumkin, yoshlarimiz bilishi mumkin, yosh kattalarga best toolsiz nima bu, nima deyapsan deyish mumkin. Hozir ham qiyin. Misol uchun mana polvonsiz kuchli odam keladi, sразу miyaga o'zbekcha misol uchun, lekin bundan qarasangiz polvon boshqa nom. Best Tools Sergelida 1,5 millionta obunachi bo'lsa, Chilonzor filialida mana akam o'zlari yuritishadi. 130 mingga yaqinlashdi. Nima uchun biz hozir do'konimizda bor? Faqat marketplace uchun. Marketplacedan xarid qilingan instrumentlarga kafolat yo'q. Ha, yo'q. Yo'q. Hozir siz mana misol uchun zakaz qildik, o'tirdik, bitta instrument keldi, ko'rdingiz, yoqdi. Bo'ldi, 10 kundan keyin unga pulini haydab beradi, misol uchun. Bo'ldi, 10 kundan keyin 11-kuni buzilib qoldim, bo'ldi. Kim javob beradi? Olib borsangiz qaytara olmaydi. Iloji boricha biz do'konga kelgan klientimizlarni nima ish qilishini so'raymiz birinchi o'rinda. Yangi kelgan bolamiz. Men o'zim lekin so'rayman, nima ishga ishlatasiz? Barchaga assalomu alaykum. Bugungi video suhbatimiz O'zbekiston bozorida elektr instrumentlar savdosi bilan shug'ullanuvchi yetakchi bo'lgan do'konlar egasi, asoschisi Azxon aka va Abbosxon akalar bilan o'zaro suhbat qilamiz. Ular nafaqat sotuvchi, balki Instagramda qariyb 1,5 millionta obunachini to'play olgan, ularni savdoga jalb qila olgan shaxslar. Demak, Azxon aka, biz suhbatimiz boshlashimizdan oldin ozroq o'zingizlar haqida endi tanishtirib bersalaring, shtob tanimagan odamlar bizni va sizlarni tanib oladi. Birinchi navbatda shu biz shunaqa darajaga o'zi yetib keldikmi degan savol bo'lyapti-da, buni mikrofon oldida, kamerani oldida. Endi balkim qanchalik biz bu yerga to'g'ri kelamiz, balkim to'g'ri kelmasmiz, bilmaymiz. Yoshimiz hali yosh. Baribir ustozlar bor bizdan oldin. No, shunaqa nima deydi, podkast deyiladimi hozir? Podkastga munosib ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Avvalambor Polvon kompaniyasiga ham katta rahmatimizni aytamiz. Birinchi biz o'zi o'qituvchi oilasidamiz biz. Abbos Ustalar. duradgorlar. Usta oilasidan kelib chiqqan bu. Biz endi o'qituvchilar oilasidamiz. Suhbatimizni savollar tuzganman, aytganimdek, o'sha savollarga javob berish orqali davom ettirib ketsak, zo'r qanaqa? Chotki. Birinchi savolimiz shundan iboratki, aynan shu sohaga, ya'niki Best Tools emas, mana shu instrumentlar savdosi, umuman olganda savdo sotiqqa kirib kelishinglarga qanaqadir nimadir turtki bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha haqida ozroq gapirib bersanglar. Hammaga o'zi, hamma erkak kishiga shu oilasiga yordam beraman. Hammada shunaqa bo'lsa kerak. Mana shu Abbosda ham shunaqa oilasiga yordam beraman deb ustachilik otasiga shogird tushgan. Ustachilik bilan bizdan oldimizga kelgan. Biz ham xuddi shu oilaga yordam beraman. Qanaqadir biz endi bitta onam borlar-da. O'sha uchun bitta ayol kishiga baribir bolasi katta bo'lib, erkak kishiligini tezroq sezadi deb o'ylayman. Agar oilada otasi yo'q insonlar bo'lsa, bu narsani juda ham tezroq katta bo'ladi, tezroq ulg'ayadi deb o'ylayman. Unaqa aqlli gaplarni gapirish emas, lekin menimcha shunaqa bo'lsa kerak har bitta oilada. Endi hammaga birinchi navbatda oilasiga yordam beraman, pul topaman, har taraflama yordam berishga harakat qiladi. Любой bola, shunday kichkina boladan so'rang, maqsading nima deydigan bo'lsa, o'sha kichkina bola ham aytadi, otamga, onamga yordam beraman deydi. Katta bo'lsang kim bo'lasan desa, katta bo'lsam prezident bo'laman deydi, yo'q bo'lsam katta bo'lsam militsiya bo'laman deydi. Uni degan ma'no yaxshi narsa. Ya'ni ularni nima deydi, xayolida prezident, o'sha konkretniy nima desam bo'ladi. Militsiya, o'sha yaxshi odam, yaxshi pul topadigan insonlar tezroq shunaqa darajaga yetay deydi. O'sha uchun men o'ylayman, yosh bolalarning hammasida shunaqa plani bor, ota-onasiga mashina olib berish, uy olib berish, kichkinaligidan baribir o'zbek mentalitetiga to'g'ri keladigan fikrlar deb o'ylayman. Menda shunaqa bo'lgan, kichkinaligimdan o'ylasam shunaqa. Sizlarni asli faoliyatinglarni O'zbekistonga tanitib bergan, elga tanitib bergan brend o'zingizlar tashkil etgan, ya'ni Best Tools. Buni boshlanish tarixi, buni yaratilish, ya'ni sizlar tomonidan, sizlar sababchi bo'lib mana shu brend asos solingan va shu hozirgacha ishlab kelinyapti va qaysidir ma'noda ustalarimizni va qaysidir ma'noda xalqimizni qanaqadir ko'ziga tanilgan, ilingan bir brend bo'lgan. Aynan shu brendni boshlanish tarixini gapirib bersangiz. Boshlanish tarixi shu 2015 ga borib taqaladi. Qarasam hamma joyda internet do'konlar ochilish boshladi. Internet do'konlar ochilish boshlagandan keyin o'zimda qo'shimcha daromad, misol uchun institutdan chiqib ishga kelgan payti qanaqadir yana faqat ishda qolib ketishmasdi, qo'shimcha daromad sifatida
OLXga instrumentlarni qo'yardik sotishga. Keyin qaradim, OLX уже sekin-sekin susayyapti. To'xta dedim, undan ko'ra dedim bitta internet sayt ochaylik dedimda, Bestools deb Glutor.uz saytidan ro'yxatdan o'tib birinchi ochganmiz. Bestools просто o'zi o'ylaganim ham yo'q, zo'r bunaqa darajada 5 yildan keyin, 7 yildan keyin nima bo'lishini o'ylagan, просто otiga ochib qo'yib, instrumentlarni ichiga qo'y deb qo'yganman. Keyin internet do'kon sifatida ishlash boshladi. Yetkazib berardik. Aslida juda qiyin bo'lardi avval. Misol odamlar hozir endi bemalol ko'rmasdan turib hozir pul to'layapti, boshqa narsa qilyapti. U payt unaqa narsa bo'lmagan. Faqat o'sha ko'rsam pulini beraman deydigan odamlar borardi. Aslida internetda ruslar o'tirardi. O'zbeklar kamdan-kam telefon qilardi, kamdan-kam internetdan zakaz qilardi. Chunki u payt rivojlanmagan. 2014-2015 aytyapman-da. Hozir qanaqa bo'lib ketdi hozir? Qanaqa internet do'konlar paydo bo'ldi, marketplace deyiladimi? Kirib kelish boshladi, chetdiki o'zimizdaniki bor hozir. Yaxshi, endi mana tendensiyani ko'ryapsizmi? Sekin-sekin o'sib kelishini, rivojlanishi. Endi bundan buyog'iga nima bo'ladi? Yana 5 yildan keyin uni xudo biladi. To'g'ri. Shu birinchi boshlanishi 2014-2015 da to'satdan o'ylanmagan ish narsa prosta ochilgan bo'ldi. Hozir savol keldi. Aynan Bestools nomi qayerdan kelib chiqqan? Biz hozir siz navoda boshqa brend nomi yozganingizda, balki World Toolsmi yoki boshqa. Hozir o'shani asoschilar bilan gaplashib o'tirgan bo'lardik-da. Aynan shu nom qayerdan kelgan? O'zi kimdir maslahat berganmi? Hech kim maslahat bermagan. Best degani zo'r degani, tools degani instrument degani. Oddiy. Best misol uchun ko'pchilik hozir tiliga ham oson bo'lish uchun world desangiz hozir aka uni bizani nima deydi, oddiy ustalarimiz aytishga ham qiynaladi. Aytadigan insonlar bordir. Qiyin-da, dunyo so'zini oddiy ingliz tilida world degan so'zni aytish juda qiyin. Misol uchun men o'ylayman, world desangiz nima u deydi-da. Misol uchun hozir ham best tools desangiz, nima deydi? Boshqacha eshitiladi. Nima ekan u best tools, nima ekan deydi-da. Oddiy misol Yandexdan narsa zakaz qilamiz. Best tools oldiga keling desangiz bilmaydi ko'pchilik. Hozir mana necha yil bo'ldi u narsani ochilganiga. Ustalar bilishi mumkin, yoshlarimiz bilishi mumkin, yosh kattalarga best tools desangiz nima u, nima deyapsan deyish mumkin. Hozir ham qiyin. Misol uchun mana polvon desangiz kuchli odam keladi-da, sразу miyaga o'zbekcha misol uchun, lekin bundan qarasangiz polvon boshqa nom. Yo'qni hali o'zingizdan ham so'raymi? Endi bizda hozir O'zbekistonda Instagram rivojlanib ketgan-ku aka. 1,5 millionta obunachisiga erishdi va aynan shu 1,5 millionta kishini auditoriyada ushlab turishni o'zi ham bo'lmaydi. Bundan tashqari agar mana shu sohani o'ziga kelsak, u auditoriyani savdoga jalb qilishda o'zi ham bir mahoratmi yoki qanaqadir qiymat desak ham bo'ladi. Sizlarda qanaqangi? Misol sizda o'zingizda, ya'niki Bestools Sergelida 1,5 millionta obunachi bo'lsa, Chilonzor filialida aka, mana akam o'zlari yuritishadi. 130 mingga yaqinlashdi. 130 mingga yaqinlashdi. Bu katta natijada va bunaqangi natijaga chiqishda o'zi qanaqangi qiyinchiliklar bo'lgan? Qiyinchiliklar bo'lishi sababi birinchi biza boshlayotgan paytimiz Instagramdan qanaqa bo'lar ekan degan savol hammada bo'ladi. Mana bizani kuzatayotgan agar shu mavzuda ishlayotgan insonlar, shu yo'nalishda ishlayotgan instrumentchi akalar bo'ladigan bo'lsa, juda qiyin bu instrumentni sotuv darajasiga olib chiqish oson bo'lmagan u payt. Mana biz 2018 yo 19 adashmasam boshlaganmiz, 7 yil yo 6 yil bo'ldi mana shu Instagramdan instrument sotish boshlaganimizga oson bo'lmagan. U biz o'ylardik, sotib bo'lmaydi. Birinchi ochib qo'ygan 2017-18 ochilganda, anaqa Instagram ham, Bestools, lekin sotuv bo'lmagan. Prosta rasmlar qo'yib turardik, chetdan olib, chetda videolarni qo'yib turardik, lekin qarasak foydasi yo'q-da uni. Keyin blogerlar chaqirdik. Blogerlar chaqirganimizdan keyin men qarasam yaxshi telefon bo'pti. Qarasam Abbos bilan o'zi pul yo'q, nima qilish bilmagandan keyin hamma narsa o'shandan kelib chiqadi. To'xta deb bor pulimizga bloger chaqirdik. Yana ismlarini aytmayman. Bor pulimiz o'zi $200 $300 edi. Nima bo'lar ekan dedik, ketsa ketdi dedik-da. Riskovat o'sha tavakkal deydimi o'zbekchasiga? Tavakkal qildik-da. Olib keldik blogerni. U payt jamliq taniqli bloger emas edi u kishi. Lekin qarasak telefon tinmayapti aka. Tinimsiz telefon o'sha $100 $200 agar to'lagan bo'lsak chiqdi-da puli. Qaradim, odam ikkita ko'zi, ikkita qo'li, ikkita oyog'i bor. Odam bizga o'xshagan. Nima uchun biz qila olmaymiz deydi. Boshladik keyin. Boshdagi videolarni ko'rsa kuladi ko'pchilik hozir. Endi shunaqa bo'lganda boshlanishi. Keyin o'shandan keyin boshlanib ketdi.
To'g'rimi, Abbos? Shunaqa paytlar ham bo'lgan, bitta videoni 20 marta kerak bo'lsa 30 Hozir ham 100 marta marta olamiz-ku. Shunaqa. Yana bitta internet sohasiga kirishimizga sabab nima bo'lgan? Oldimizda ishlagan bitta bola bor edi. Nurnabor reklama qilganmiz. Shurpa yurt ichida nabor metrlar, uni obunachilarimiz juda yaxshi biladi. O'shani TikTokka qo'yganmiz. O'sha video birdaniga 500 ming prosmotr bo'lib ketgan. O'shandan keyin bilganmiz, yanada kuch berish kerakligini, o'sha aytganlik ta'mini o'shandan keyin ko'proq qiziqish uyg'otganda shu narsa. Ijtimoiy tarmoqlarda hozir kuch juda katta, o'sha uchun to'g'ri yo'nalishdan foydalanish kerak. Biz ham bir bachkanaylik qilib qolamiz, bundan o'ylab agar bizdan kichkina bolalar agar shu bizani nima deydi, o'sha o'zini kumiri deb o'ylasa yoki bizga o'xshash xohlasa bundan qaraydi, ertaga shunaqa bo'lishim kerak degan narsani yaqinda уже 1 yil ham bo'lmadi. Yoshingiz sekin-sekin o'saveradi, orqaga bundan qaraysizda o'sha narsani bekor qilman deysiz. Kerak emasligini bilasizda. Biz ko'p narsalarni xato qilib qo'yganmiz o'zimiz. Har doim ham shu narsani hozir internet qurol, to'g'ri foydalanish kerak. Ertaga o'sha narsani yoshlar qaytarmasligini xohlaymiz biz. Ertaga uni chetdan ko'rsa, ustimizdan kuladi. Misol uchun agar Yevropadan, boshqa davlatlardan bunday qaraydi, subtitrlar bor, hozir rivojlangan, ular nima deyapti, bu bolalar nima qilyapti, polni bizani kuzatadi. Mana shu narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ko'p hozir har xil videolar chiqib ketyapti. Bolalar o'shanga qarab katta bo'lyapti. Hozir yosh bolalarning qo'lida, maktab bolalarining qo'lida ham plansheti bor. Uni ochib ko'radi. O'zi buni listat qilib o'tirgan payti ham chiqib ko'radi. Bu bola o'zimizdanmi deydi. Ular o'shanga bolaga qarab, misol hozir blogerlarimiz bor, mashhur ko'plari mana shunaqa hozir saviyali videolar qilgani uchun hammasini ham demayman, bor shunaqalar qiyin. Bolalar ularning orqasidan o'sha bolaga o'xshagim kelyapti deyapti hozir. Qo'pol qilib aytgan o'g'lim 7 yosh, mana shu bolaga o'xshagim kelyapti deb men kelyapti. Bu bolani ko'rsam ko'rguli emasdi. Ha. Nomi yo'q, brendi yo'q, arzon mahsulot va bugun bor, ertaga yo'q instrument. Ha. Va brendi bor. Qanchadir sifatga ega. Umuman olganda brend mahsulotlarini orasida siz misol 7 yil faoliyat olib bordim dedingiz. Undan tashqari shogirdlik yillari bor, boshqa. Boring ana 10 yillik tajribali sotuvchi. Katta bir do'konda asoschisi sifatida nima deya olasiz, o'rtasidagi farq sizning nazaringizda qanaqa? Brend bilan no-name instrumentlar o'rtasidagi farq so'rasizmi? Yer bilan osmoncha farqi bor-ku. Sababini aytaman. Biz ham qo'ldan kelgancha hozir no-name'larni kamaytiryapmiz. Sababi o'sha marketplace'lar uchun olib kelyapti. Ko'pchilik shu uchun olib kelyapti. Instrumentlarni olib kelishining sababi shu. Tezroq arzon instrument bo'lsa, tezroq sotish. Lekin bizga o'xshagan do'konlarning asosiy maqsadi brend, konkretniy. Birinchi navbatda narx emas, servis. Polvonni bizning do'konda borligining birinchi sababi 12 ta viloyatda o'zini servis sentrlari bor. Mana shu uchun polvon bizda bor. Sizlar bilan shuning uchun hamkorligimiz bor. Ikkinchisi zapchas. Servis bo'lgandan keyin zapchas bo'lish kerak. Ayrimlarda yo unisi yo bunisi-da, sizlarda kelasi ham. To'g'ri. Yaqinda biz nasoschi aka bilan video qildik, esingizdami? Ha. Nasosni aka aytayotdilar, nasos deyapti. Bunchasiga nisbatan men bo'rttirish emas, paxta qo'yish emas, bu kompaniya nomidan misol siz turganingiz uchun emas, oddiy o'sha inson gapini yetkazmoqchiman. O'sha liboy ustalardan so'rab ko'rsangiz, polvonning nasoslarini ustanovka qo'yayotgan oddiy usta ham biladi qanaqaligini. Va usta bonus temasini ko'pchilik o'tgan safar video qo'ydik, noto'g'ri tushunish. 4-chisida endi, birinchisi hozir aytdim, ustalarning ishonchi bor, sizlarni yetkazib mana ustanovka qilingan joyga ko'chma servisilar ham bor. Qo'pol qilib aytganda, endi nima deyiladi shunaqami? Ko'chma servis. Ha, ko'chma servis ham bor. Bu 3-chisi bo'lgan bo'lsa, 4-chisi usta bonusi boshlayotdim. Usta bonusi ko'pchilik noto'g'ri tushunib qoldi. O'tgan safar esingizdami? Biz video qildik, voy bu narsa qanchalik noto'g'ri, qanchalik to'g'ri keladi. Bu narsani ochiq-oydin aytamiz. Usta bonusi usta keladi, ustanovka qiladi. Usta uchun berilayotgan bonus. Uyi xaridor uchun emas, usta uchun. Shu uchun ham bu instrumentlarning har bittasida turibdi. Usta olib maza qilsin. Misol uchun usta bonusini приложениyadan skachat qiladi polvonnikini, o'zini kodini kirgizadi, yig'ilib boraveradi bonuslari. Bu ochiq-oydin. Bu uy egasiga hech qanday ertaga u noto'g'ri o'ylashi mumkin. Haqiqatdan men uy egasi bo'lsam, usta chaqirtiraman, nima uchun bunga bonus bor? Degan noto'g'ri emas. Ochiq-oydin aytilyapti, ustalar uchun bonus. O'z nomi bilan aytilgan usta bonus. Xaridor bonusi emas-da. Mahsulot sotyapmiz va mana shu O'zbekistondagi ustalarimiz
bizda yanada qanaqadir manfaatli bo'lishi uchun, qanaqadir ma'noda yoki bo'lmasam ular uchun polvon qanaqadir motivatsiya berayotgandek bo'lishi uchun yanada bizdan boshqa foyda olishlari uchun ham mana shu usta bonus ochildi va uni negizi nima? U qanaqa ishlaydi? Misol deylik, mahsulotlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab bor va sizlarga o'xshagan savdogarlar, sotuvchi akalarimiz sotishadi. Va sotish davomida mahsulotni aytaylik, mana bu mahsulotni ustida olgandan keyin unda stiker, maxsus stiker yopishtirilgan bo'ladi. O'sha stikerni qo'yilgan bo'ladi. O'sha QR kodni skaner qilsa yoki Telegram ilovasiga kirib turib, polvon deb yozishadi. Polvon bot deb yozishganda chiqadi bu botimiz. Unda itdan ro'yxatdan o'tgan bo'lishlari kerak. Birinchi o'rinda ro'yxatdan o'tib olishadi. O'sha ro'yxatdan o'tgandan keyin o'sha mana bu mahsulotga yopishtirilgan stikerni o'chiradigan joy bo'ladi. O'sha o'chiradigan joyni o'chirib, bizni o'sha botimizga, ya'ni mini приложениямizga kiritsa, bizdan bonus olishadi. Bu bonusni haqiqatan siz aytganingizdek do'konchi bermaydi yoki qaysidir inson bermaydi. Aynan bizni Kompaniya beradi. Kompaniyani hisobidan o'tadi bonus. Shunaqa. Bu do'konchi uchun ham emas yoki boshqa uchinchi shaxs uchun ham emas, aynan Usta uchun yo'naltirilgan. Faqatgina usta. To'ppa-to'g'ri. Endi qaysidir jihatdan haligi mahsulotlarimizni olib turib arendaga qo'yadigan akalarimiz bo'ladi-yu. O'sha akalarimiz ham olishlari mumkin yoki quruvchi akalarimiz bor. Snabjens deydi. O'sha ta'minotchi akalarimiz ham foydalanishi mumkin. Biza no name'mi nima uchun biza hozir do'konimizda bor? Faqat marketplace uchun. Marketplace'dan xarid qilingan instrumentlarga kafolat yo'q. Yo'q-a? Yo'q. Hozir siz mana misol uchun zakaz qildik, o'tirdik, bitta instrument keldi, ko'rdingiz, yoqdi. Bo'ldi, 10 kundan keyin unga pulini haydab beradi, misol uchun. Bo'ldi, 10 kundan keyin 11-kuni buzilib qoldim, bo'ldi. Kim javob beradi? Olib borsangiz qaytara olmaydi? Hech kim. Yo'q. Men unaqasini eshitmadim. Olib borsangiz qaytara olmaydi. U ham puli tushib bo'lgan, nima deydi uni? O'zi qildiradi qayerda bo'lsa ertaga uni. Uni ichida na garantiyali talon bor. U ochilmagan upakovka turibdi. Xaridorga yozish iloji yo'q, chunki kontakt yo'q. Apparatni olib keladigan konkretni mana hozir biza bilan klientlar o'rtasida kontakt bor, telefon bor, muammo bo'lsa, do'kon ham bor-da. Talon bor. O'tda misol uchun kim o'tiribdi orqasida? Hech kim. Hech kim bilmaydi. Chunki o'rtada yo'q kontakt. Telefon nomeri buniki bunda bo'lishi kerak aslida. Lekin yo'q u narsa. Marketplace'da o'zida turibdi. Klientni o'zi zakaz qilgan, zakazi keldi, qo'liga oldi, yoqdi. 11 kundan keyin buzilib qoldi. 10 kun ichida misol uchun jalb qilsangiz bo'ladi, lekin undan keyin tamom. Iloji boricha biz do'konga kelgan klientimizlarni nima ish qilishini so'raymiz birinchi o'rinda. Yangi kelgan bolamiz. Men o'zim lekin so'rayman, nima ishga ishlatasiz? Misol uchun uyga ishlataman deydi, ustaman deydi, vizitni ustaman deydi. Har xil sohalarni aytadi-da, sanab o'tilgan hammasi bor ichida. Iloji boricha biz o'sha aytganimdek yaxshi narsa, garantiyali narsa tavsiya qilamiz. 50 ming, 100 ming qimmatrog'iga mana bu narsa bor. Shuni oling, sizga yaxshiroq ishlab beradi. Aytganda o'sha no name narsa bizda faqat marketplace uchun. Shu OLX shunga o'xshagan saytlar uchun qo'yamiz bu narsani. Bizga eng o'rnaqasi masalan qulay tomoni servis bo'lgan bizda. Servis. Chunki ertaga buzilib ketsa, bizda talon bor, garantiya yozilgan, qanaqa uslularda ishlatish kerak, qanaqa uslularda garantiya o'tadi bizda. Imенно shu narsa yozilgan. Ertaga klientlar bilan o'rtada, masalan, tushunmovchilik bo'lmasligi uchun. Shuning uchun biz iloji boricha hozir do'konda ko'rsangiz ham no-name instrumentlar juda ham kam hozir. Yo'q desak ham bo'ladi. Yo'q desak ham bo'ladi. 5% ga tushirdik. 5% qoldi. Общий do'konni hisoblasangiz 5%. Oldin qanaqa bo'lgan? Oldin 30% bo'lgan. Hozir 5% qoldi. O'sha brendga kirib keldi-da. Haqiqatan gapiga o'sha garantiyali talonda yozilganlarga amal qiladiganlar qolyapti. Ustalar biz O'zbekiston hududidagi ustalar, faoliyat olib boradigan ustalar instrument xarid qilayotganda nimalarga e'tibor berish kerak siz sotuvchi sifatida? Usta asosiy servisiga e'tibor beradi. Birinchi navbatda. Keladi, so'raydi, servis bormi deydi, zapchas bormi deydi. Birinchi beriladigan savol shu. Instrument tushuntirish shart. Yo'q. Usta biladi o'zi narsa. U biladi o'zi. Usta shunday keldi, buni zapchas bormi, ukam deydi. Bunday qaraydi. Agar bo'lmasa deydi, olmayman deydi. Realni so'raydi. Ya'ni kecha ham o'zi buning zapchasi bormi deyapti-da. Okey to. Shuncha maqtayotsan deydi, o'zi zapchasi bormi buning deyapti. Borni bor deymiz, yo'g'ini yo'q deymiz. O'sha aslida birinchi so'raydigan narsa shu ustalar. Xalq orasida maqol borda, haligi belchi belvoqqa yalchimas. Shunaqangi ibora borda.
Ha? Misol kimdir usta kishi bo'lsa, misol men ham oz muddat shunaqangi sohada yurganman, ustachilikda. Misol nimadir yo'q bo'lsa yoki nimadirimiz kam bo'lsa yoki umuman o'sha narsada qanaqadir muammo bo'lsa, belchi bel voqea yalchamagan ekanda deb Shunaqa. ustamga gapirib Yo'q. shunaqangi Hozir ustalar qattim qaryapti. Oddiy avval ustani mensimas edi ko'pchilik. Oddiy odam deb o'ylardi-da, chunki oddiy bechara kiyimida yurgan, hozir unaqa emas. Usta realniy ustalarni ko'rdim. Mana bizani do'kondan ham ko'p daromadga chiqqan bir 50 ta 60 ta shogirdi bor ustalar. Hozir mana shu joyda ham remontiga normalniy pul ketgan. Normalniy pul usta pulni olganda, halollagan mana. Qarang qanaqa chiroyli joy. to'g'ri. Mana shuni ham usta qilgan. Aloqadormiz bu yerga biza. Tak что. Shu darajada hozir yaxshi usta o'chirdi ko'p. Ha, Sobir uyiga misol uchun yaxshi usta hozir chiqmayapti. Hozir boshlab qo'yganmiz proyekt. Usta keladi, aka bundoq qilib beraman. Bu usta keladi, bundoq. Ertaga u bizga proyektda, aytdim-ku, u oson emas-da u narsani topish. Necha pul? 5000 dedik, o'zi 5000 ga bitmasligini hamma bilib turibdi, lekin biza o'sha narsani как nima deydi, trend qilib oldik 5000 ga. Qarang, o'zi uyni shuni hozir anaqa elektrikasini o'ziga 5 million so'm sarflab bo'ldi. Elektrika hozir qilingan. Hozir bugun yo ertaga suvoq boshlanadi. Suvoqdan keyin ustani hozir o'chirtini kutib turibmiz. Ustani o'chirdi. Ha, ustani o'chirti kerak. Biz ham endi qildirib ko'p usta yaxshisini topaylik. U qolgan misol uchun ustalardan nimasi bilan farq qiladi degan savolning javobi o'sha proyektda bo'ladi. Ha, bu o'zlaring uchun prosta u mediaga olib chiqmaysizlar, u maqsad bilan olib chiqasizlar demak. Ha, shunaqa. O'sha Sobir akani uylarini. Ha, shunaqa. Hozir birinchidan uy hali novostroyka, dom to'liq bitmagan, lekin odamlar hozir qurib qo'yapti. Ertaga bitta nosini hozir biz o'ylab turibmiz, agar biz issiq suv qo'yib qo'yadigan bo'lsak, qishda muzlasa, shuncha qilgan narsa qayta remont qilish kerak. Mana shu joyni o'ylab turibmiz. Balkim bahorda boshlarmiz, balkim endi hozir bilmay turibmiz. Hozir уже biza boshlayman deganimizga iyullaydi. Ha, to'g'ri. Уже avgust o'tib qoldi уже. Hozir bu yoq kuz. Shu joyi ham bor. Ha. O'sha Instagramda ko'rib turaman. Shunaqa. U akani borganda ko'rishib salomlashganimiz uchun eslab qolgandim. Shunaqa. Endi yana bitta yangi savol. Usta bilan uy egasi, ya'ni uyda ishlatmoqchi bo'lgan odamni bir ko'rganda yoki bo'lmasam qanaqadir sizlarda o'zlaringdan kelib chiqib ajratib olasizlarmi? Usta bilan egasini. Ha. Endi hozir lekin qiyinroq. Hozir qiyin. Avval misol ajratsa bo'lardi, hozir lekin bir xil xaridor bilinmayapti-da. Ha. Misol uchun hozir bizni sezayotganimiz yo'q. U ustami yoki xaridor. Chunki professional usta bo'lishi mumkin, qo'lida 50-60 shogirdi bor, kelyapti, uni ustaligini bilmaysiz-da. Akkuratni shotki, avval misol uchun kiyimlari misol anaqa nima deydi, tomgan yoki sal xafaroq bo'lib turardi, lekin hozir bilib bo'lmayapti. No, bor unaqa ustalar ham. Kelib misol uchun bizga uni ahamiyati yo'q-da, uni kiyimini. Lekin boshqa qanaqa qilib ajratish mumkin? Ustidagi kiyimni bo'lganda tashqi ko'rinish etib turadi. Unaqa usta akalarimiz ham bor. Uni biz tabaqalashtirishni emas, bizga hamma klient. Prosta kiyimidan biz bilinadi. Keyinchalik gap so'zdan bilishingiz mumkin. Bitta ko'rganda faqat tashqi ko'rinish, o'zingiz ko'zingiz ko'rgan narsani ayta olasiz. Atak bitta ko'rganda uni hech kim bilmaydi. Usta yoki anaqa 60-70% uyda egalari ham, misol uchun hozir remontdan nima desam ekan, xabari bor. Remontdan xabari bor, instrumentdan xabari bor. Chunki internet rivojlanyapti, ko'ryapti. Уже usta yoki uy egasi ajratish hozir qiyin. Ha, demak, bilmaysiz. Formadan bilmasangiz ham olishyapti ekan. Shu men oddiygina razvedka yoki bo'lmasam lampochka almashtirishmi yoki haligi erkak kishini qo'lidan keladigan chicha ozgina harakat qilsa eplay oladigan ishlarni ham o'zim qilay deb shunaqangi instrumentlarni o'zi uchun ustaman deb ham olyapti ekan-da. Shuning uchun shutbort birinchi o'rinda to'pda turadi. Shunaqa. Ha. Boisi shu deng. Ha, shuning uchun o'zim qilaman shuni. O'zi qilib tashlaydi. Ha, shunaqa klientlar bor. Men ishlatmayman. Lekin qiziqaman shu narsaga. Qachondir vaqtim bo'ladi, shu narsani ishlataman deb o'qib qo'yadi. Qachondir, misol uchun erkak kishi qiziqadi. Hamma narsaga erkak kishi 40 hunar oz deydimi, shunaqa deydi. Qiziqadi. O'qib qo'yaman, qachondir ishlataman deb shuni. Svarka olib ketadi. Anaqa tarsofka olib ketadi. Bir kun ishlataman. Ishonasizmi, uyimda bitta instrument yo'q. Yo'q-a? Yo'q. Ishxonada to'la-ku, nima qilaman deyman. Olmaganman.
issiqxonada bor, misol uchun uyimga olib qo'ymaganman. Ключlar bor, atverka, mashina orqasida bor. Misol kerak bo'lmaydi-da. Lekin bizda hozir o'zimni uyimda hech kim ustachilik bilan shug'ullanmaydi. Hozirgi vaqtda, lekin yaqin 10 yilda tepasini qarasangiz bo'lgan. Hozirgi kunga kelib, lekin instrumentlar ko'p. Ancha to'planib qoldi. Menda yo'q. O'zim ustaxona qilaman deb turibman hozir uyda. Endi nasib bo'lsa harakat. Hozir chunki kvartira, dom, unda bitta katta shkaf qilmoqchiman. Olib hovli qilganimda o'shani ideal qilib qo'yaman. Hozir kerak emas. Haligi kinolarda ko'rganda, Ha, shunaqa. Hozir kerak. Javonlar ochishib yoki qanaqadir ustaxonali abdiyning xonasi bo'ladi. Unda o'sha podval deyishadi bizda. O'sha podvalga olib kirib, akkuratnik qilib svarka, bolgarka, shurpayor, drel Shunaqa. juda ko'p ishlaydi-da. Misol qo'shni so'raydi, boshqa so'raydi. Endi biz Salar hovli sharoitida. sharoitida. Yo'q, endi boshqa nimalar ham bor. Misol instrumentlar ham lekin bor. Polvon ham bor, boshqasi ham bor. Hali elektrический instrument yo'q, akkumulyator instrument uyimda yo'q haligacha. Yo'q. Faqat nima mashinada bor, bo'ldi. Boshqa anaqada yo'q. Uyga qo'yib qo'ymaganman. Atverka bor, plastik gubsi bor, misol uyda molotok bor. Yana nima bor? Shu mashina 4 ta 5 ta gazli ключim bor. Krokodil bor. Boshqa yo'q. Haligi asosan kerak bo'ladigan narsalar bor. Asosiy kerak bo'ladigan narsalar bor. Instrument olmaganman. Kerak bo'lsa olib kelaman. Bitta yaqinda akani ko'rdim. Zo'r mashinada yurishar ekan, endi mashina aytish shart emas. Shu bagajlarda haligi nima turadi-yu? Qo'shimcha balon turadigan joyda. Qo'shimcha balonni olib qo'yganda, lekin haligi katta 220 talik nabor qo'yib qo'yganda. Rosa kuldim. Aka dedim, mana shu nabor dedim. Balon yo'q bo'lsa, qanday foyda berasiz kelyapman-da? Balonsiz. Balonni olib qo'ygan. Balonni olib qo'ygan-u, lekin haligi 220 ta. O'zingiz yaxshi tushunasiz. Tushunaman, ha. Qancha qimmat narsa ham balon yo'q, lekin u bor. u qiziqishdan, lekin u narsaga e'tibor bermay qo'yganda, lekin qo'yib qo'ygan ekan. Shunaqa. Bor. Hayotingizda, ya'ni siz tajribasiz, aka sizga ko'proq savol beray. Siz akam ko'p gapirib qo'yishyaptilar. Sizni mana shu necha yil bo'lyapti ekan? 8 yilmi? 7 yil bo'lyapti ekan-a? Shu 7 yillik tajriba yoki mana shunaqangi vaqt oralig'ida eng qiziqarli bir qanaqangi voqea bo'lgan? Mana shu mijozlar bilan. Mijozlar bilan. TikTokga olib chiqqan videoni ayt. Mijozlar bilan aytyapti-uni. Men o'zi qiziqarli voqea har kuni bo'ladi. Endi qaysi birini aytishni bilmayman-da. Misol servisda shogird bo'lib yurgan vaqtim bo'lgan. Ustozim bilan Sergey bilan. Endi ustozda qaysidir mana ustoz Oltoy menga o'zini hunarini o'rgatgan ustoz. Bir kun karcher tuzatmoqchimiz. Tiskini bilasiz, ushlab turadi. Birgalikda qisdik o'sha tiskiga karcher anaqasini, pompasini qisdik. Butun. Tashqariga chiqib keldim. Chiqib kelgandan keyin tiskini sindirding dedi. Tiski singan haqiqatdan. Oldida qisdik o'zi o'sha narsani. Baquvvat narsa o'zi. Baquvvat narsa. Pompani qisdik, sindi. Ko'p narsa menga kelganda buzilib qolardi servisda. Bolgarkalar kuyib ketardi. Shunaqa narsalar bo'lardi. Bitta klientimiz bilan bo'lgan qiziq holat. Yosh kattaroq odam bo'lganlar. Karcher olganlar bizada. Bilmagan odam haqiqatan bilmaydi birinchi marta olganini. Birinchi marta olman dedi. Olib ketdilar, garantiyalar yozib berdik. Bu 1,5 yil, 2 yil oldingi gapdi. Va esda qoladi. Telefon qilyapti. Apparating ishlamayapti dedi. Xo'p, suv bo'ladingiz. Suv keldimi? Pistoletni bossangiz suv chiqyaptimi? Chiqyapti. Nimaga ishlamayapti? Keyin video qilib tashlang. Video qilib tashlasak, kabelni ochmaganlar ham, tokka suqmaganlar ham. Endi yosh katta odam, endi hammada bo'ladi bu narsa. U misol kimgadir qiziq holatda bu. Bunaqa holat juda ham ko'p bo'ladi. Tokka tiqmaganda Tokka tiqmaganda ishlamayapti bu narsa. Deyotgan. Yosh kattaroq odam olganlar. Bekorchilikda daraxtlarimga dori sepaman, mashinani chayib turaman, shunaqa narsa qilaman. Bunaqa holat ko'p. Sanayman desangiz sanog'i yo'q. Knopkani bosmaydi, Knopkani bosmaydi. Batareykani somonsidan ishlatib ko'radi. Shunaqa narsalar ko'p bo'ladi. Ayb sotuvchi. Shundoq. Aybdor. To'g'ri. Har misol bizda bir joyga bordik. Yaqinda xabaringiz bo'lsa tadbirlar o'tkazdik-ku. Butun O'zbekiston bo'ylab. Tadbirlar o'tkazgan paytimiz bitta voqea bo'ldi.
bitta usta aytib beryaptiki, biz so'z kichik qo'ysak deyapti, o'sha Vadan aka qo'ysak deyapti, biz u mahsulot yaxshi ishlaydimi, ya'ni uyda egasiga aytyapti-da. O'rnatib beryapti, uyda egasini uyiga o'rnatib beryapti va o'sha voqeadan aytishyaptiki, u narsa yaxshi ishlaydimi yoki ishlamaydimi, buzilib qoldimi, boshqa bo'ldimi, farqi yo'q deyapti. O'sha mahsulotda qo'shimcha servislari bo'lsa-yu yoki bo'lsa ham, bo'lmasa ham biz javob beramiz. Ya'niki biz o'rnatib berdik. Telefon qiladi, ishlamayapti. Hay, men ishlamasligiga javob beringman-ku, men o'rnatib sani uyingdan chiqib ketganimga ancha vaqt o'tdi. Siz ham uni imkoni yo'q, farqi yo'q deyapti. Sen o'rnatib bergansan deb ustalarga ko'p chiqarganda, hozir akam ham xuddi shunaqa narsani aytishdi-da. Sizda biz ko'taramiz aka, hamma gapni, farqi yo'q. So'ksa ham chidaymiz. Chiroyli so'kishlarni eshitganmiz. Ha? Aytmaydi lekin. Lekin u bizda emas, ayb. Keyin o'zi uzr so'ragan. Shundan. Mendan yaqinda bo'ldi. Xo'p deymiz, nima deya olasiz hozir? U bilan urushadigan. Misol gapdan qolmasangiz-chi, gap chiqib ketaveradi. Yo so'kib qo'yasiz, yo bir problemani orttirasiz boshingizga. Real kerak emas. O'zi aybini tushunadi, keyin uzrini so'raydi. Tushunmaganlarni o'zi bor-ku, javob beradigan joyi. Misol uchun nima qilaman hozir u bilan urushib? Xo'p, bo'ldi. Hozirda siz aytganingizdan keyin bir yaqinda bizni ustoz bor edi ishxonada. Aytishdiki, sotuvchi kishi most bo'ladi. Undan har qanaqangi shaxs o'tadi. Shunaqa. U o'shanaqangi holatda u og'ir o'tadimi, u yengil o'tadimi, farqi turib berish kerak bo'ladi deydi-da. Shunaqa. E'tibor bermayman, chunki u o'zini so'kyapti. Menga umuman qizig'i yo'q. Misol uchun kelib so'kadimi, boshqa narsa qilib so'kadimi, qizig'i yo'q. Chunki u o'zi aybini men sezib turibman. Hozir uni yana agar aybini o'ziga isbotlashga harakat qilsam, u yana ko'tariladi. Keyin o'zi uzrini so'raydi. O'zi tushunib, o'zi tushunadi. Tushunmasa ham tushunadi. Instrument ming haqiqatan siz aytgandek balki zo'r emasdir, lekin uni servis qaysi ma'noda qo'shimcha jihatlari ham bo'lishi kerak ekan-da. Конечно, u ertaga o'shani keyin hozir ustalarda zo'r tendensiya rivojlangan. Men ustaman, instrumentlarim bilan mijozning uyiga bordim. Mijozning uyiga borganimdan keyin qo'limdagi instrumentga qarayapti deydi. Agar deydi u sezyapti, xullas meni reputatsiyamni, meni obro'yimni mana shu instrumentlar hal qilib beryapti uyga borganda. Ustalarning o'zi aytyapti. Bitta odamdan shu darajaga boryapti. Qo'lingizda agar o'sha falon misol iPhone deydi-yu, hozir qo'lingizda iPhone, instrument tursa, reputatsiya. Sizni уровеньingiz bitta pog'ona. Ustingizga forma misol uchun. Ikkinchi yana bitta ustingiz. Qo'lingizda perchatki, ochki уже yana bitta ustingiz. Qo'lingizda misol daftar ruchka bilan boryapsiz, уже konkretni ustasizda. Gapini yozib olasiz. Ideal. Endi tasavvur qiling. Qo'lingizda asbob bor, shunda bordingiz, menga ham yoqmaydi unaqa usta. Sizga yoqadimi? Uyga boryapsiz, u usta chaqirdingiz, ustaga yana pul ham berasiz, yana instrumentni olib kelib berasiz, yana boshqa u g'alati-yu. Usta o'zini instrumenti bilan usta. Asbobi bilan deydi-yu. Hozir shunaqa. Hayratda qoldirdi, sabab brendga qarayapti. Status belgilab beryapti, hattoki shunaqa. Rang yaqinda endi bu narsani aytaman. Bitta firma bor, esimdan chiqib ketdi. Taxminan normal summaga instrument oldi. Bu yolg'on emas, bu paxta emas. Rangi brendning rangi. Sizlarni polvon brendingiga rangiga mos keldi brendiniki. Shuning uchun sizlar instrument oldi. Rangini ham tanlashyapti уже. Tushundingizmi? Rang misol uchun polvonniki bilan o'xshagani uchun sizni tanladi. Maketa bilan polvon turuvdi. Maketa sal qimmatroq ekan dedi, polvon. Sirazi servis bormi dedi? Ha, bor. Bo'ldi, polvonlarimizni olib ketishdi. Rangi ham rulit qilyapti hozir. Qizil brend bo'lsa, qizil, qora bo'lsa, qora, shu narsalarga ham e'tibor beryapti. Demak, o'sha space adejda deydi, xuddi o'sha narsasiga e'tibor beryapti ekan-da. Men ustalar shu darajada qoyilli ekan. Shu darajaga kelgan. Siz pick-up mashina bor. O'tgan safar Sergelida do'konimizda kichkina vystavkacha qildik. O'sha vaqtda Jizzax, Samarqanddanmi, Jizzaxdan. Ha, Shahboz aka. Shahboz aka keldi. Men o'zim ko'rib, to'g'risi hayratda qoldim, chunki mashinasida to'la mashinada qimmat instrumentlar bor. Yo'q. Men uni faqatgina Instagramda videoda ko'rardim, o'sha siz aytgandek pick-upni bitta ochishadi, ochganda qator batareykalar $50,000 instrumentda. Voy. Mashina o'zi 10,000mi, 15,000 turadi. Shunaqa. Pick-up emas, ana Xitoy mashina. Ladami, Volkswagenmi shunaqa $50,000 xullas ichida instrument bor.
bitta instrument 10 ming dollar. Bizda shunaqangi ustalar borligini Bor. Rossiyada ishlab kelgan, Yevropada ishlab kelgan ustalarimiz hammasi o'sha brendlarni yig'ib olib kelgan. Nima uchun oldingiz buncha instrumentni dedimda. Yana bizdan o'sha kunning o'zida ham 1000 dollardan ziyod instrument oldim. Nimaga ovoz o'zi desam, bizani ishimizga yaxshi instrument bo'lmasa ishlamayman. O'zim ham mazza qilmayman da. Xullas, mana nima desam bo'ladi. Mashinachi yaxshi mashinani nima deydi, mingiz keladi o'zi. Idealni o'ziga tayyorlab, masalan, tuning jakalarimiz zo'r qilib bitta qilib minib yuraman deydi-yu. Instrument temasidagi ustalarimiz ham ustani eng usta instrumentlarini eng zo'rini bo'lishini xohlaydi. Dunyoda o'sha zo'ri bo'lsin deydi. Nima uchun bo'lmasam hozir bizda amerikanskiy mashinalar ko'payib qoldi. Mana Nodirxo'ja aka Inomarkada ham Dodge Dodge Challenger. Nimaga? Chunki o'zini brendi. O'zi mashina temasida. Shuning uchun zo'ri turishi kerak qo'lida. Usta ham xuddi shunaqa. Ustani zo'rimasa, zo'rini olib qo'yishing kerak. Misol, deyil, o'shanaqa tendensiya rivojlanyapti. Oldin shunaqa ediki, sizda bo'lsa, bitta xalq orasida maqol bordi. Haligi belchi belvoqqa yalchimas. Nima? Shunaqangi ibora bordi. Misol, kimdir usta kishi bo'lsa, misol men ham oz muddat shunaqangi sohada yurganman, ustachilikda. Misol nimadir yo'q bo'lsa yoki nimadirimiz kam bo'lsa yoki umuman o'sha narsada qanaqadir muammo bo'lsa, belchi belvoqqa yalchimagan ekanda deb Shunaqa. ustamga gapirib shunaqangi Hozir ustalar qattim qarayapti. Oddiy avval ustani mensimas edi ko'pchilik. Oddiy odam deb o'ylardi-da, chunki oddiy bechara kiyimda yurgan, hozir unaqa emas. Usta, realni ustalarni ko'rdim. Mana bizani do'kondan ham ko'p daromadga chiqqan bir 50 ta 60 ta shogirdi bor ustalar. Hozir mana shu joyda ham remontiga normal pul ketgan. Normal pul usta pulni olganda, halollagan mana. Qarang qanaqa chiroyli joy. to'g'ri. Mana shuni ham usta qilgan. Aloqadormiz bu yerga bizda. Takshda. Endi yana bitta yangi savol. Usta bilan uy egasi, ya'ni uyda ishlatmoqchi bo'lgan odamni bir ko'rganda yoki bo'lmasam qanaqadir sizlarda o'zlaringdan kelib chiqib ajratib olasizlarmi? Avval misol ajratsa bo'lardi, hozir lekin bir xil xaridor bilinmayapti-da. Misol uchun hozir bizni sezayotganimiz yo'q. U ustami yoki xaridor. Chunki professional usta bo'lishi mumkin, qo'lida 50 ta 60 shogirdi bor, kelyapti, uni ustaligini bilmaysizda. Akkuratni shotki, avval misol uchun kiyimlari misol anaqa nima deydi, tomgan yoki sal xafaroq bo'lib turardi, lekin hozir bilib bo'lmayapti. No, bor unaqa ustalar ham. Kelib misol uchun bizga uni ahamiyati yo'q-da, uni kiyimini. Lekin boshqa qanaqa qilib ajratish mumkin? Ustidagi kiyimni bo'lganda tashqi ko'rinish etib turadi. Unaqa usta akalarimiz ham bor. Uni biz tabaqalashtirishni emas, bizga hamma klient. Prosta kiyimidan biz bilinadi. Keyinchalik gap so'zdan bilishingiz mumkin. Bitta ko'rganda faqat tashqi ko'rinish, o'zingiz ko'zingiz ko'rgan narsani ayta olasiz. Atak bitta ko'rganda uni hech kim bilmaydi. Usta yoki anaqa 60-70% uyda egalari ham, misol uchun hozir remontdan nima desam ekan, xabari bor. Remontdan xabari bor, instrumentdan xabari bor. Chunki internet rivojlanyapti, ko'ryapti. Usta yoki uy egasi ajratish hozir qiyin. Demak, bilmaysiz. Formadan bilmasangiz ham olishyapti ekan. Shu men oddiygina razvedka yoki bo'lmasam lampochka almashtirishmi yoki haligi erkak kishini qo'lidan keladigan chicha ozgina harakat qilsa eplay oladigan ishlarni ham o'zim qilay deb shunaqangi instrumentlarni o'z uchun ustaman deb ham olyapti ekan-da. Sizlarda shunaqangi sodiq mijozlar bormi? Sodiq mijozlar bor, xudoga shukr bor. Oka-ukadek bo'lib ketgan mijozlarimiz bor. So'kishamiz ham to'g'risida erkak kishimizku, ko'chada ham bu hamma narsa oka-ukadek bo'lib ketgan. So'kishamiz, misol uchun mana qanaqa desam bo'ladi. Hamma taniydigan anaqa Nodir akamiz bor. Oka-ukadek bo'lib ketganmiz. Klientlarga ham motivatsiya bo'ladi. Misol uchun avtosalonga borsangiz, qimmat mashinalar turgan bo'ladi. Hatto borib ko'rasiz. Qo'lingiz bilan ushlab ko'rasiz. O'tirish fursat bo'lsa o'tirib ko'radi. Klientlarda ham shunaqa, misol yangi ish boshlayotgan. Ustalar ham budjet yetishmasligi mumkin. Keladi, original instrument ishlatib ko'radi. Mashina olaman. Mashina bir kun olib ketaman shuni deydi. Uje ikkinchi etapga o'tish bo'ladi bu narsa. Qancha misol olmagan taqdirda ham ko'rib ishlatib ko'rish imkoniyati bor do'konda. Shunaqa. Biz yo'q tegma demaymiz. Bemalol olib kelib ishlatsin, ishlatib ko'rsin, qanaqaligini ko'rsin. Kesib ko'raylik desa bemalol ishlatib ko'rish mumkin bemalol. Shu narsa bor. Shunaqa. 40 millionlik atboy nimalar to'ktiribdi. Misol ishlataman desa ishlataversin. Bemalol. Ishlatib ko'rish bepul. Borgan odam bemalol
ko'rishi, ishlatib ko'rishi mumkin ekan. Конечно, bo'lmasam nimaga olib kelib qo'ydik? Turishiga emas-ku. Ertaga bu narsani короче, Lamborghiniga o'tirib ko'rdingiz-da. Lamborghini urus turibdi, mingiz keladi. Ferrari turibdi, mingiz keladimi? Hamma yosh bolaning orzusi. Kichkinalar, otamga Lamborghini olib beraman. Misol uchun o'g'lim shunaqa deydi. Katta bo'lsam Lamborghini olib beraman deydi, lekin uni hozir miyasiga qolib ketganda u. Endi misol uchun katta bo'ladi, borib qachon bitta Lamborghiniga o'tirib ko'ray deydi-da. Miyasi misol katta bo'lgandan, shu narsani yonida ko'rgandan keyin o'tirib ko'rgisi keladi. Ustalarda ham qachon shu narsalarni olib ishlatgisi keladi. Usta deganda odamlar faqat o'sha past tabaqadagi insonlar tushunadi. Unaqa emas hozir. To'g'ri. Sizni nazaringizda polvonni yangi sotib olgan yoki olmoqchi bo'lgan odam nimalarga ishonishi kerak? Bu boshida aytdik-ku, servis. Birinchi navbatda ishonadigan narsa. Ko'chma servis va ko'chma servis farqi bor. Uyingizga keladi-da xizmat. Hali men boshqasida ko'rmadim lekin bu narsani, to'g'risi. Chunki o'sha kuni ko'chma servislarni ko'rdim ko'zim bilan. Chunki bordi, qo'yib bergan, o'sha qo'yib berilgan joyda ustani misol ovoz tilidan eshitdik biz o'sha narsani. Ko'chma servis xodimi bilan bormi? Ha? Bordik o'sha kuni Damasda bor. Damasdami? Ko'chma servislar, ha, Damas. Ko'chma servis yozilgan ustiga ham. Nakleygasini ko'rdik uni biz. Best Tools'ni raqobatchilaringiz bor-ku, o'zingiz uni yaxshi bilasiz, tushunasiz. O'zingiz his qilasizlar. Mana shu Best Tools'ni raqobatchilaringizdan nimasi bilan ajratib olasiz? Endi raqobat degan narsa bizda yo'q, to'g'risi. Men hamma misol uchun instrument temasidagi shu yo'nalishdagi insonlarni hammasi bilan tanishman. Hammasi bilan misol uchun как oq ko'rib turibmiz hozirgacha. Dushman, raqobat degan narsa bizda yo'q. To'g'risi. Misol uchun boshqa do'konlar bilan qanaqa farqimiz bor deydigan bo'lsangiz, bizda brend instrumentlar bor. Основной shunga harakat bor. Maqsad aniq. Chunki bilmadim boshqalarda qanaqa, bizda maqsad aniq. Hozir yaqinda yangilik bo'ladi, uni ham ko'rsatamiz. Hozir birinchi planingiz aytsangiz o'xshamaydi. Shuning uchun o'xshatib olaylik. Keyin o'zi tashqi tarafdan ham ko'rsa bilinadi o'zi qanaqa farqi borligi. Hamma tomonlama. Endi bilmadim endi qanaqa farq. Biz o'zimiz bilamiz, endi aytsak hozir manmanlik bo'lib qolishi mumkin. O'zi odam bilib, lekin o'sha nima deydi? Manmanlik yo'lini tanlamaslik kerak. Yo'q, bo'lsa ham o'sha narsa menda yo'q hisoblayman. Arzonchi, ya'niki no name mahsulotlarda 30% dan 5% ga tushirdi dedingiz. Shunaqa. O'sha oldin qisman sotardinglar, hozir kamayib ketdi va o'sha brend mahsulotlariga fokus qaratdinglar. Bu qaysidir ma'noda yangi rejalar, qanaqadir nimalargadir asoslangan holatda qilyapsizlar. Tajribaga asoslangan yoki qanaqadir kimnidir tavsiyalarga qarab asoslanib shunaqa qilib kamaytirib boryapsizlar, ya'niki brend olib kiryapsizlar. Bu narsani aytmoqchimanki, Best Tools'ni yaqin kelajakda biz qanaqangi ko'ra olamiz? Kopiya instrumentlar sotmaydigan do'kon ko'rinishda ko'rasizlar. Mana Makita, Bosch, kopiya-ku ko'p narsalar. Hozir bozorda ham shu narsa sotilyapti. Mana shu narsa sotilmasligini tarafdoriman. Har taraflama noto'g'ri narsa va shu narsani hozir bizning do'konda no name yo'q. Kopiya instrument yo'q. Shuni aytishim mumkin. Bosch, Makita, Dewalt avval bizda Kumbay misol uchun sotiladigan bo'lsa, uni aytganmiz lekin kopiyalagan. Aytmasdan sotsa u noto'g'ri bo'lib qolardi. Shuning uchun kopiya tovarligini hozir o'shani misol uchun BSC qilib olib kelganmiz. Bosch emas lekin u. BSC rangi ko'p, BSC misol uchun. Unaqa Bosch deb yozib, primoy nagli kopiya qilinmagan. Naglik qo'yilmagan. Ha. Misol uchun hamma taraflama noto'g'riligi uchun bo'ldi. Bu narsa bizga to'g'ri kelmaydi. Bu narsani Bosch'dagi akalarimiz ham tushuntirishdi. Misol uchun Yevropadan sizlarning urviniligiga ham original bo'lib turib do'koningiz, ham kopiya sotsanglar, уже не то deyapti. O'zi любой taraflama noto'g'ri. Makita ham shunaqa, Dewalt ham shunaqa, Milwaukee ham hozir kopiya qilishgan. Уже bu yo'l уже eskirdi. Уже hamma bildi uni kopiyalagan baribir. Biz aytdik uni. Agar bilmaydigan insonga agar o'zini o'zi aldab u instrumentni ishlatib yurishi, endi bilmadim qanaqa to'g'ri, qanaqa noto'g'ri. Aytmoqchisizki, yaqin kelajakda emas, o'zi hozir yo'q. Aniq javob beraman. Hozir yo'q. Bu kopiya instrumentlar yo'q. Demak, shu yaqin kelajakda emas, hozirda o'zi shu yil uzr kesin umuman yo'q. Yo'q. Demak, savolim javobsiz qolib ketibdi. Nimaga? O'sha 5 yildan keyin qanaqadir rejalar bo'lishi mumkin-ku. 5 yildan keyin rejalarni nasib bo'lsa shu sentyabr, avgust oylarida
ko'ramiz. Endi hozir biza bir nima oldindan aytib qo'ysam o'xshamaydi, aka. O'sha uchun nasib bo'lsa, kelajakda planlarimiz ko'p. Yurib tursa bu yog'iga bosamiz. Yosh tadbirkorlar uchun, ya'niki shu sohani umuman olganda tadbirkorlikni boshlamoqchi, aytaylik, xoh u boshqa narsani sotmoqchi bo'lsin yoki umuman olganda bizni elektr instrumentlar sotmoqchi bo'lsin, xoh u sovg'a salom sotsin, farqi yo'q, boshlamoqchi bo'lsin, umuman olganda nima tavsiya bera olasiz? Faqat boshlash. Boshlamoqchimi? Boshlash kerak bo'ldi. Oddiy savolga javob. Agar realniy mana bu yuraydan xohlasa bo'ladi u narsa. Yo'q, erinchoqlik, dangasalik bilan ish o'xshamagan, hech qachon o'xshamaydi. O'sha aytganimdek, hozir qilmasa ertaga boshqasi qiladi. Shunaqa kech bo'ladi. Shunday. Boshqa qilgandan ko'ra o'zi qilgan ancha O'xshamasa ham qilib ko'rgan yaxshi. O'xshamasa ham qilib ko'rgan yaxshi. Men o'zimdan ishda bo'lgan narsa bu. O'xshagan, lekin hali davom ettirolganim yo'q. Azizxon aka, sizlarga kattakon rahmat aytamiz. Manimcha Sizga ham o'ylaymizki, bizni kuzatayotgan odamlar mana shu suhbatdan, samimiy suhbatdan nimadir o'zlari uchun foyda oldilar yoki oladilar degan umiddaman. Fikringlarni izohlarda qoldirasizlar. Albatta. Like, podpiskasidan chiqmasin. Polvon kompaniyasiga alohida rahmat. Bunaqa manzarada bunaqa podkastlarni tayyorlaganligi uchun. Savollar zo'r bo'ldi. Sizga qaysi savol yoqdi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldirasiz. Sizlardan so'ralgan narsa, qanaqa savol berishni xohlagan bo'lardinglar keyingi podkastlarda, ya'ni uchrashib qolishimiz mumkin. Albatta. Odam bilan odam, tog' bilan tog' ko'rishmasa ham odam bilan odam ko'rishadi. O'shanga qanaqa savol berishni xohlagan bo'lardinglar? Izohlarda yozib ketinglar. Hammaga rahmat. Rahmat. Sizlarga kattakon rahmat. Keyingi suhbatimizda qaysi soha vakilini chaqirishni xohlaysizlar? Qaysi soha vakili bilan biz suhbat qilaylikki, sizlar o'sha sohani o'rganmoqchi bo'lgan bo'lishlari mumkin yoki o'sha soha vakiliga sizlarda qanaqadir savol bo'lsa, Azizxon akam aytishgandek, kommentariyaga yozib ketsalaring, bundan keyingi suhbatlarimizda javobini sizlarga aytib eshittirib o'tib ketamiz. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.